Bilishlik kerakki, fitr ro'za qaysi kishilarga vojibdir? Ikki sharti umdasi bor. Birinchisi sohibi nisob bo'lsin. Nisobga yetgan kishi bo'lsin. Tillodan 20 misqol tillosi bo'lsin. Noqradan bo'lsa 200 dirham noqrosi bo'lsin. Agar qo'ydan bo'lsa 40 ta qo'yi bo'lsin. Tevadan bo'lsa 5 ta qo'y tevasi bo'lsin o'llab bergan. O'kizdan bo'lgidek bo'lsa 30 ta o'kizi bo'lsin. Yo pulu amvoli tijoratiki do'koni sarmoyani masalasiga bo'lsa, shu 200 dirhamga ega yo 20 misqolga ega bo'lsin. Xulosa mana shulardan, shu nisoblardan birtasiga ega bo'lsa, bu kishi ham o'zini tarafidan va ham avlodlarini tarafidan nima beradi? Fitr ro'za beradi. Ikkinchi, o'sha kishiga fitr ro'za vojibdiki, subhi sodiqi o'sha erta ustidan o'tgan bo'lsa. Eid ertasiga subhi sodiqga vaqtiga azonlar aytiladi. Subhi sodiqga chiqadi, vaqti namoz dohil bo'ladi. Ana shu ustidan o'tsa vojibdir. Undan ilgari fitr ro'za nima emasdi? Vojib emasdi. Misol aytaman. Bir kishi 1 oy ro'zani tutdi, komil tutdi. Erta Eid degan pillasiga ba'd az adoyi xuftandan so'ra dunyodan ketdi. Fitr ro'za ustiga vojib emas. Nima uchun? Hanuz fitr ro'zani vaqti kelmadiki, subhi sodiq Eid kuniga edi fikrlaring bo'lsa. Endi bir savol do'stlarning ichiga topiladi. Sohib, men 15 Ramazonga berdim. Sohib, men avval Ramazonga berdim-ki. Sohib, men 5 ro'z Eidga qolganda berdim-ki. Joiz, durust, ammo nima emas? Vojib emas. Qabla zikr gardaningizga vojib bo'lsa, siz fitr ro'zangizni beribsiz.